Assalomu alaykum, xayrli kech, mana chaqqonkalarim, hormanglar qanaqasizlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Qizlar, hozir bo'shab shunday Instagramga kirganimni bilaman. Direktim portlabdi-yu o'zi ham. Da boya qo'yganim jelatinovoy massa edi. Bu narsani 4 ta qiz topishgan, 4 ta qiz to'g'ri aytishgan, jelatinovoy massa deyiladi. Bulumchi qizlar, bulum degani bu jelatinni zichligi, jelatinni kuchuniga yetiladi-da. Bizda nimagadir bulum deb ketib qolgan. Hammaligi shu ivitilgan tayyor jelatinni bulum deb aytishadi. Bu noto'g'ri qizlar jonlar. Mana bilmaganlar bilib olasizlar. Men bekorga bu istoriyani olmadim. Bulum deb zichligiga, kuchiga yetiladi qizlar. Jelatinovoy massa deyiladi bu bitirilgani. Shunaqa. Rahmat bee'tibor bo'lmay hamma o'zini fikrini yozganiga, hamma o'zini fikrini bildirganiga. Ma'ni auditoriyam juda ham e'tiborli. O'zi ham bir hozir 100 ta